Sovuq kunlar ham boshlandi. Ko'pchiliklarimiz xonadonimizda bitta yoki ikkita tizza bo'g'imini og'rig'iga, boshqa bo'g'imlar og'rig'iga, bel, bo'yin umurtqalar og'rig'iga shikoyat qiladigan bemorimiz bezovtalik kuchayadi. Sababi havo namligi ortadi. Havo harorat tushishi bilan bu kasalliklar belgilari kuchayadi. Albatta shifokorga murojaat qilish kerak, dori-darmon bilan davolanish kerak. Lekin ularga qo'shimcha jismoniy davolovchi mashqlar qilinsa, foydasi juda katta bo'ladi. Sababi jismoniy mashqlar qilinganda suyak bo'g'im sistemasini atrofidagi paylar, muskullar o'z kuchini qayta tiklaydi. Bir-biriga tushayotgan yuklamalar kamayadi. Qon aylanishi yaxshilanadi, yallig'lanish ketadi. Bo'g'imlar aro suyuqlik ishlab chiqarish kuchayadi. Bundan tashqari suyak bo'g'im sistemani xomashyosi bo'lgan kollagenga boy va kalsiyga boy mahsulotlarni tabiiy holatda iste'mol qilish ancha foyda beradi. Bu moddalar nima? Kollagenga boy moddalar suyak sho'rvalar, xolodeslar, baliq, tovuq terisi, mol jigari. Undan tashqari tuxum yeyilganda ham organizm tuxumning oqsillaridan kollagen sintez qilishi mumkin. Sog' salomat bo'ling, o'zingiz va yaqinlaringiz ehtiyot qiling.